Muhammed Ömer Baqi. Muhammed Ömer Baqi 18. asrlarning oxirida yashab o'tgan bo'lib, Uyg'ur klassik adabiyatining muhim asoschilaridan biri. Shundaqla dаңliq Navoiyshunos edi. U tarixda Ömer Baqi Yarkandi degan nom bilan mashhur bo'lgan. Gerçi uning qachon tug'ilganligi haqida aniq ma'lumot bo'lmasa-mu, biroq uning 1792-yili yozgan qimmatlik bir adabiy asriga qaraganda u 18-asrning boshlaridan shu asrning oxirigacha yashab o'tgan alloma kishi edi. U Uyg'ur adabiyotida o'zining Farhod Shirin, Layli Majnun qatorliq asarlari bilan tonishliq dаңliq adib. Bu ikki parcha dostonning asli voqealigi Xamisai Navoiydan ilingan bo'lib, 1792-yili Yakan hukmroni Evazbek nomiga nasri nazmi uslubida hikoya shakliga keltirilgan. Farhod Shirin dostonida Xoqonning o'g'li Farhodning ajoyib qahramonliklari va Shirin bilan bo'lgan fojialik muhabbat sarguzashtisi bayon qilingan. Nazuk va nafis sezguga o'tkir ijodiy fikrga ega bo'lgan Farhod kichkidan emgak va bilimga havas bog'laydi. O'z so'ygini Shirinni izlab Xotandan Armeniyaga boradi. Yo'lda kishilarga cho'ng ofat yetkazgan diva va ajdarholarni o'ltirdi. O'tar yo'lda Armeniyada o'stan chepayotgan emgakchilarga yordam berdi. Farhod bilan Shirin o'tirsidagi yolqinliq muhabbat real insoniy munosabatlar asosida vujudga keladi. Lekin bu muhabbat yana 2 yoshning taqdiri vatan xalqning taqdiri bilan chambarchas bog'langan edi. Biroq Sasanilar sulolasidan kelib chiqqan 570-yillardan 628-yillargacha yashagan Eron shoyi zolim Xisrov Armeniyaga lashkar tortib kelib, Armeniya malikasi Shirinning elini urush bilan ishg'ol qila olmay, yili bilan Farhodni halok qiladi va Shirinning o'limiga sababchi bo'ladi. Layli Majnun dostonidami bir-birini yaxshi ko'rgan 2 yoshning fojialik taqdiri tasvirlanadi. Mazkur dostonning asosiy qahramoni Layli bilan Majnunning fojiasi eng oddiy insoniy huquqni oyoq osti qilgan, qalbidagi muhabbatni sug'urib olmoqchi bo'lgan zulmatlik jamiyatga qarshi isyonkor shaxsning fojiasidan iborat. Mayli Farhod bilan Shirin bo'lsin yoki Layli bilan Majnun bo'lsin, kurashchan kishilarning obrazidir. Ular eng muqaddas va oliyjanob xislatlarni o'zida ifodalaydi. O'z maqsadlariga yetish yo'lida eng oxirgi nafsiga qadar dushmanlarga qarshi kurash qiladi. Ammo ular yashagan jamiyatda Xisrovga o'xshashlar mustabid hokimlar bo'lg'ashqa, ular davomli baxtsizlikka uchraydi. O'zlarini o'rib olgan muhitga, zamonga, uning tuzumi va rasm odatlariga qarshi isyon ko'tardi. Zulm va adolatsizlikni qag'ab faryod qiladi. Lekin oxirida bu pokiz yuraklarning beshi zamonning qattiq toshlariga urilib, fojialik ravishda halok bo'ladi. Avtor Farhod Shirin va Layli Majnun fojiasini tasvirlash orqali o'z davrining obyektiv masalalarini o'tirg'i qo'yish bilan manching zulmi ostidagi jinoyatkor ijtimoiy tuzum va xonga qul bo'lish targ'ib qilingan mustabid tartib qoidalarni keskin tanqid qilgan. Asarlar nasriy nazm shaklida yozilgan. Bu uslub klassik sharq adabiyotida ko'p qo'llaniladigan, bo'libmi xalq dostonlarining asosiy ifodalash shakli bo'lib, yozuvchining uningdan unumli foydalanganligi avtorning xalq ijodiyatlarining shakli orqali o'z asarlarini xalqqa yaqin va tushunishli qilish yo'lidagi izlanishlaridan dalolat berdi. Bo'libmi uning sharq adabiyotida mashhur bo'lgan Farhod Shirin, Layli Majnun temalariga murojaat qilishi buning ifodalanishidir. Qisqasi, mashhur adib Muhammed Ömer Baqi Yarkandi
1792 yılı Navoiyning Xamisasi ichidan Farhod Shirin Layli Majnun dastonlarini tanlab elib, ommabop tushunishlik tilda nasriy usul bo'yicha qayta ishlab chiqqan. Bu qimmatlik asarni Abduqayim Xo'ja, Muhammad Tursun Bovudin apandilar keyincha nashrga tayyorlab, Buloq majmuasida e'lon qilgan edi.